So'nggi daqiqalar. Tanish deja-vu. Nima bo'ladi deysiz? Do'stlar, nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Mamat Kazin yana boshqalar kelishadimi? Endi baribir jamoa durang qilish uchun harakat qilish kerak-ku. Darvozabon kelmadi lekin. Oxirgi hujum masda bu hali. Hop, uzatma yomon emas va to'p darvozaga kirib ketishi mumkin. Va gol! Gol! Andijon gol uryapti! Yana o'sha voqea. Deja-vu Islom Mamatkazinmi? Uyg'oting meni. Uyg'oning agar uxlagan bo'lsangiz. Deja-vu. Sarlavha tayyor bu uchrashuvga. Mana ichkaridagi kurash, darvozabon to'pni o'tkazib yubordi va oxirigacha kurash yana o'ziga. Teydiga to'p teydi. Teydi do'stlar, teydiga to'p. Shuning oqibatida gol aynan mana shu legionerga yoziladi. Asosiy ishni esa Mamat Kazin qilganligini qayd etamiz.